Homiladorlikda eng zo'r vitamin bu otaning muhabbatidir. Otaning ovozi chaqaloqqa 20 haftadan boshlab tanish bo'ladi va chaqaloq 20 haftadan boshlab otasining ovoziga nisbatan tinchlanish paydo bo'ladi. Ani, alo! Hey! Haqiqatan bana yegiz kelayotgan ekan. Ota homilador ayolning kayfiyatiga 80% ta'sir qiladi. Bu bolaning sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Bor mashinani kalitini olib chiq. Otaning mehr-muhabbati tug'ruqni osonlashtiradi va bola tug'ruq travmalarsiz tug'iladi. Bo'ldi Zilon. Bo'ldi. Men sen bilaman Zilon. Esli shu yerdaman Zilon. Chaqir, ne shu yerdaman. Yana bitta qiziq fakti, otani hidini bola onasiga nisbatan tezroq hidini biladi. O'sha uchun tug'ilgan bola otasini hidini onasini hididan ko'ra tezroq oson ajratib oladi. Onasini qo'lida yig'lab, adasini qo'liga kelganda jim bo'lib qolar ekan. Chunki u bola yaxshi bilan yomonni farqiga borar ekan. Homiladorlik vaqtida ayrim erkaklar simpatik homiladorlikni boshidan kechiradi. Ya'ni ayoliga qo'shilib tushkun kayfiyatga tushishi yoki birdan xursand bo'lishi, hatto vazn yig'ishi ham mumkin. Ayrim narsalarga boshi qorong'u bo'lishi ham mumkin. Ko'la senikimida? Voy, bu nima deganingiz? Men bilmasdan. Nima bilmasdan? Hurmatli erkaklar, shunday ekan, homiladorlik vaqtida sizni o'rningiz ayol hayotida juda katta ahamiyatga ega. Ish devormasdan ayolingiz uchun ham o'z vaqtingizni ajrating. Bu videomizni ishi ko'p otalarga yuboring va albatta bizga obuna bo'ling.